Hammaga salom, men adım Nazarbek, familiyam Fayzullayev, 19 yoshdaman. Hozirda dizayner, motion dizayner va videograf bo'lib ishlab kelyapman. Data ta'lim stansiyasida grafik dizayn va videografiya kursini o'qiyapman va hozirda Nukus shahrida Step Academy o'quv markazida videograf va dizayner bo'lib ishlab kelyapman. Men videografiya dars davomida asosan operatorskiy, ya'ni kamera bilan ishlash, kamerada syomka qilish bo'yicha qiynalganman. Dasturiy After Effects va Premiere'da unchalik qiynalmaganman. Shunda men undan oldin ham After Effects bo'yicha sal o'quvim bo'lgan. Shuning uchun kamera bilan ishlashda qiyinchilik bo'lgan va hozirda u qiyinchilikda menda umuman yo'q desam ham bo'ladi. Eng yoqqan dars bo'lsa, menda After Effects darsi bo'lgan. Men uchun boshqacha programma ochilgan. Men o'zim uchun avval bilganman, lekin ko'p funksiyalarni bilmaganman. Faqat template tashab shuni o'zgartirib bilganman. Men 2023-yil grafik dizayn kursida o'qiganman. Grafik dizayner bo'lib ham ishlaganman 1 yil ham yaxshigina. Keyin shu sohaga yaqin va o'rganish oson bo'lgan kasb qidirmoqdim. Menda videografiya bo'ldi. Shuni kengaytirib, ya'ni o'zimning sohamni kengaytirib, bir tarafdan daromadimni kengaytirish uchun ham, o'zimni qiziqishim bo'lgani uchun ham men videografiya, ya'ni video montaj, videografiya kursini o'qiganman. Maslahatim kurs olgandan keyin o'qish kerak bu narsani. Agar hozir foydasi demasam, keyin deyadi. Men o'zimga havasatib yurganlar ko'p, ya'ni men hozir bir yerda ishlaydigan bo'lsam, men xatari borlar, ya'ni birga qo'shnilarimiz bo'ladi, boshqalar bo'ladi, men bilan ishlab yurgan odamlar bor. Shular havasatadimi? Har bir kurs o'quvchiga minimum, ya'ni default bilimlarni beradi. Boshlang'ich bilimlarni beradi ko'pincha. Kursni bitirdim degani va hamma narsani o'rgandim degani emasdan. Mening birinchi maqsadim o'zimni soham bo'yicha, ya'ni dizayn bo'ladimi, montaj bo'ladimi, videografiya bo'ladimi, yaxshi natijaga erishish, ya'ni yaxshi urovga chiqish, pro darajasida, men shunday urovga chiqish deb o'ylayman. Data shu media yoki o'zini professiyasi bo'yicha o'qitish bo'yicha bir deb o'ylayman men o'zimcha. Men boshqa o'quv markazi ko'rmadim shunday desa. Men o'zi birinchi grafik dizayner kelgan vaqtim ham boshqa o'quv markazida qaraganman. Toshkentdagi o'quv markazlari ham yozib ko'rganman. Ular uzoqlik aytgan, ya'ni men to'g'ri kelmagan narsa. O'zini o'qitish tajribasi bo'yicha menimcha bir deb o'ylayman.